Mana buni qaranglar. Hadovoy полный plastmassa bo'lyapti. Bu biza qo'yib berayotgan ichi to'la quyma vtulka. Buni o'rnida hozirgi ko'rgan plastmassa vtulkalar turadi. Shuni hisobiga ham orqa qismlari chuqurlanib juda ham qattiq sezadigan bo'ladi. Bu sanniy blok recheyning oldi qismida turadi. Udarniy sanniy blok bo'ladi. Juda ham slabiy bo'ladi. Biza buni o'rniga Mercedes 221 sanniy bloklarni peredelka qilib berganmiz. Bu sanniy blokdan keyin uncha-muncha chuqurlarni sezmaydigan bo'ladi. Prujina va amortizator orqa qismi juda ham jo'sqa yurishiga sabab bo'luvchi asosiy ikkita zapchas. Orqa chuluk vtulkadan keyin Cobalt amortizator va Cobalt prujina qo'yib yuborilsa, mashinani hadovoy chastini orqasidagi hamma muammolar hal bo'ladi. 12si oldi zavodskoy amortizatori juda ham slaviy bo'ladi. Bizani yo'llarga moslashmagan. Bu biza qo'yib berayotgan amortizator ikkala tomonga ishlaydi, tepaga ham, pastga ham. Mashinaning yurishlari yumshoq holatda bo'ladi. Amortizatorga albatta kafolat beramiz. Onyx mashinamiz tayyor bo'ldi. Okamizga 4 millionlik hadovoyimizdan qilib berdik. Trekker bilan Onyxga 3 xil variantda hadovoyimiz bor. 2 million, 4 million, 5 million. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Xizmatlar bo'yicha Avtozonga murojaat qilasizlar. Muhimi ishinglarni tez va sifatli qilib bitkazib beramiz.